Hamidov Amin Anvarovich 3 yildan beri sarson. Qarz aldash va adolat izlash. Buxorolik tadbirkor 3 yildan beri aldanib kelinmoqda. Tahriyatimizga ko'ra Buxoro shahar Fayzobod ko'chasida yashovchi fuqaro Hamidov Amin Anvarovich tomonidan murojaat kelib tushdi. Uning so'zlariga ko'ra, Buxoro viloyati prokuraturasi hamda IIB tergov bo'limi tomonidan olib borilayotgan tergov jarayonlaridan o'z noroziligini bildirmoqda. Fuqaro Hamidov ta'kidlanishicha, mazkur ish bo'yicha ayrim tergov harakatlari adolat va xolislik tamoyillari to'liq rioya etilmagan holda amalga oshirilgan. Uning fikricha, tergov jarayonida ayrim qarorlar ishning haqiqiy xatolikni to'liq yoritilmagan natijada uning manfaatlariga putur yetganligi aytilmoqda. Men faqatgina haqiqat qaror topishini, ish xulosasini ko'rib chiqilishini istayman, deydi murojaatchi. Buxoroliklarning tadbirkor so'zlariga ko'ra, 2012-yildan buyon Gazprom korxonasida xodimi sifatida o'zini tanishtirib kelgan shaxs tomonidan va'dalar berib aldanib kelinmoqda. Tadbirkorning ma'lum qilinishicha, mazkur shaxs avval avto ehtiyoj qismlari qarzga olish bahonasi bilan jami 11.144 AQSh dollar miqdorda mahsulotlarni qarzga olgan. Bir necha kun ichida pullarni qaytaraman degan va'dasi bajarilmagan. Keyinroq shaxs tadbirkorning yana ishonchiga kirib, Gazprom Toshkentdagi filiali uchun avto shinalar kerak degan bahona bilan qo'shimchasiga 12.000 dollarlik tovarni ham qarzga olgan. Natijada umumiy qarzdorlik 23.144 AQSh dollarini tashkil etgan. Tergov ishlari va cheksiz va'dalar. Jabrlanuvchining aytishicha, 2023-yil Buxoro shahar ichki ishlar bo'limiga rasmiy shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Tergov boshlangach bo'lsa-da, natijasi chiqmagan. Ichki ishlar tergovchilar tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilgani haqida qaror chiqarilgan. Ammo tadbirkor bu qarordan norozi bo'lib, Buxoro shahar viloyat prokuraturasi bir necha bor shikoyat bilan murojaat qilingani aytilgan. Prokuratura materiallarni nazorat tartibda o'rganib, qarorni asossiz deb bekor qilgan. Ammo ichki ishlar organlari hali ham materiallar bizga kelmagan deb ishni cho'zib kelayotgani aytilmoqda. Adolat qayerda? Shikoyat so'nggi 10 yil ichida bir necha marta aldovga uchraganini, qarzdor shaxs doim yangi bahonalar bilan va'dalar berib kelayotganini ta'kidlamoqda. Bunday holatlar fuqarolarning huquqi himoyasi, tadbirkorlikda ishonch va davlat organlari javobgarlik darajasi haqida jiddiy savollarga o'rtaga qo'yadi. Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, u faqatgina bitta narsani so'raydi: adolat, tergov haqiqiy qonuniy yo'l bilan qaytarilishini. Fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, murojaatlarni qonun doirasida hal etilishi har bir davlat organi ustuvor vazifasi hisoblanadi. Tahririyatimiz ushbu holat yuzasidan rasmiy izoh olgach, qo'shimcha ma'lumot taqdim etadi.